Biz bugün munofiqlik masalasini ko'tarayotganimiz boshqalardagi nifoqni qidirish emas, o'zimizni taftish qilishlik uchun aytyapmiz. Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi hadis keltiradilar. Rasulimiz alayhisalomdan aytadilarki: "Ayatul munafiq thalathun." Munofiqning 3 ta alomati bo'ladi deydilar. Mana shu 3 ta alomat munofiqniki. Birinchisi İza haddasa kedaba. Gapirsa yolg'on gapiradi. İza va'ada akhlafa. Va'da qilsa xilof qiladi. Va iza utimina xona. Omonat qilinilsa xiyonat qiladi. Mana shu 3 ta amal munofiqniki azizlar. Agar shu narsani kimda bo'lsa, u odamda biz munofiq demaymiz. O'sha odamda munofiqlikning alomati bor bo'lib qoladi. Endi hamma o'zimizga savol beraylik. Alloh bizni kechirsin. Shu uchaladan hech qaysi menda yo'q deb ayta olamizmi? Allohim bizni kechirsin. Yolg'on gapirish odatiy tusga kirib qoldi. Holbuki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning oldiga kelib so'rashgan ekanlar. Musulmon odam qo'rqoq bo'lishi mumkinmi deganda, bo'lishi mumkin degan ekan. Tabiatan qo'rqoq bo'lib qolishi mumkin. Baxil bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Musulmon odam yolg'onchi bo'lishi mumkinmi deganda yo'q degan ekan. Musulmon odam kazzob bo'lmaydi ekan. Yolg'onchi bo'lmaydi ekan azizlar. Lekin afsus, yolg'on gapirib qo'yamiz. Biz yolg'on gapirib turib farzandlarimizni, kelajak avlodimizni qanday qilib yolg'on gapirmaslikka o'rgatamiz? O'zimiz amal qilmayotgan narsani qanday ulardan talab qilamiz?